Bu go'zal manzara biz yashayotgan yer. Ammo bu go'zallik ostida bir jim dushman yashirinmoqda. U har kuni biz bilan birga ko'chalarda, uylarda, maktablarda. U chiqindi. Salom, men plastikman. 500 yilgacha yo'qolmayman. O'rmonlar, dengizlar, hatto odam organizmlariga ham kirib olaman. Men tibbiyot chiqindisiman. Ignalarim, dorilarim agar noto'g'ri tashlansa, yuqumli kasalliklar tarqataman. Men esa organik chiqindiman. Meni tabiatga qaytarish mumkin. Men kompost bo'lib daraxtlar uchun oziq bo'laman. Har yili dunyoda 2 milliard tonna chiqindi hosil bo'ladi. Shuning 30% dan ortig'i to'g'ri ajratilmaydi. Plastmassa dengizlarda to'planadi. Tibbiy chiqindilar noto'g'ri yo'q qilinsa, kasalliklar tarqaladi. Ammo bu muammoni hal qilish o'z qo'limizda. Chiqindini ajrating. Organik chiqindilarni kompost qiling. Plastikni qayta ishlash uchun topshiring. Agar meni asrashni istasang, chiqindingni to'g'ri tashla. Chiqindi jim bo'lgan xavf. Uni to'g'ri boshqarsak, Hayot go'zal bo'ladi.